Ütü tuturga bir bizi bir heykel durdu bağda tek tenha, üstüde pença kolu da yara. Men onu tonattım, tonamadım o. Çünkü o igilde men beste bırak. Men onu tonattım, tonamadım o. Çünkü o igilde men beste bırak. Biz ikimiz dost bolgan adı bakanda, gelmişim meydanda girerken kucak. Bir gün o ütü tuturga bir bizi men peste kaptım en çakkanda yanak. Bir gün o ütü tuturga bir bizi men peste kaptım en çakkanda yanak. Koşmak biz digini kini, acaba untuğa o kaldı kanda, acaba untuğa o kaldı kanda. Min efsus içide turmen gemde, gözümden o dinip dilimde bırak. Min efsus içide turmen gemde, gözümden o dinip dilimde bırak. Gözümden o dinip dilimde bırak.
Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom olish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Sabdichinning ichiga tiqib etgan. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar. Bugungi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Talas Story naq maydon taqdishimizning 7-sonini xush keldinglar. Men riyosatchi Marshal bilan. Bugungi qadrli mehmonimiz Nijat Turg'un afandim. Bak, sizlar ko'rib turgandek Sharq Turkiston mustaqillik davosida izchil g'armay turmay ko'rish qilgan qarindoshlarımızdan birisi ham xalqaro munosabatniki bizning oramizda davomli taklifni qilib bizga nurg'ulg'an xalqaro munosabatda bilim ve tekliflerini sunulduğun kendişimiz Nijat Turg'un buludu. Yeni bir qadrli mehmonimiz olsa, sizler görüp durgandek Dilyar Musabay. Hoş geldinler ekranımızga, kıymetli vaktlarını çıkarıp Dilyar, Nijat Turg'un. Rahmet, hoş bulduk. Bugünkü asosli temamiz olsa, Amerika sayılımının keyingi dünya vaziyeti, sizler görüp durgandek bu kutumluk sayılamda Trump efendim yanıp çıktı. Endi yangi hükümet çıkıdı. Sizler görgandek oldumuzda. Endi müşahidan başlayız sualni. Bu sual Nijat Turg'un efendim sizge. Yangi hükümet çıkkandan keyin Amerika'nın siyaseti o'zgarish buludu. Bu hammamizga ayon. Undaq bo'lsa, yangi hükümetga Trump hozir saylagan asosli masalan bexatarlik ministri deymiz, tashqi ishlar ministri deymiz, qonun chiqadigan o'rni ministrlarniki saylanish hozir ahvol qanday bo'ldi? Ham buningki hozir o'zimizning o'sha dunyo vaziyatiga va Amerikaning ba'zan ichki vaziyatlariga qanday ta'sir qildi? Shu to'g'ri ozroq qisqacha tushunish bergan bo'lsangiz. Sualınız için köp rahmet. Bu Amerika'daki sayılam elbette özü Amerika devleti işçili bo'lgan bilan ama bütün dünyanınki siyasi, iqtisodiy, diplomatiya, xavfsizlik nurg'un narsalarga vositalik va bevosita ta'sir ko'rsatgan cho'ng bir saylam. Bu saylamda Trump efendim yengendan keyin o'zininki birga xizmat qilgan ministerlik kabinetini e'lon qildi. Buning ichida diqqat tortadigan bir necha nuqtalar var. Birisi tashqi ishlar nimasiga ministerlikga Mark Rubio efendimni taklif qildi. Bu 15 yıldan buyon bu Xitoyga munosabatlik nimada ishlarda Amerikaning siyoset belgilash yuqori palatasi, avam palatasida bu izchil yaxshi xizmatda bo'lgan. Sharq Turkiston masalasiga aloqador nurg'un fikr va takliflarni qonun loyihasini o'tirib qo'ygan odam. Anandan keyin ikkinchi muhim odam bo'lsa, bu bexatarlik maslahatchisi Mike Waltz deydi. Bu odammi Xitoyga nihoyatda qattiq Amerika Xitoyninki shakllantirayotgan tahdid to'g'riliq nihoyatda cho'nqur bilimga ega va Sharq Turkiston masalasiga nihoyatda yaxshi qaraydigan bir odamninki birisi. Uchinchi narsa bu kona askar, ya'ni askariy sohadan kelgan Peter deydigan bu odamni bu mudofaa ministrligiga ko'rsatdi. Bu uch odam ham Amerikaninki buningki siyosiy va xavfsizlik masalalarida cho'ng rol o'ynaydigan odamlar. Bularning hammasi Amerikaninki buningki tashqi siyosatda, xavfsizlik siyosatida nihoyatda muhim rollarni o'ynaydi. Buningdan qaraganda Trump bu asosliq tashqi siyosatida o'ziga eng cho'ng tahdid shakllantirayotgan Xitoyga asosiy kuchini qaratadiganligining derak berdi deb qarayman bu yerda hozir. Rahmat javobingizga. Mudofaa ministrini ismini ham deb o'tib ketgan bo'lsangiz, qarindoshimiz Peter Hegmo shundaroq bo'laymi xatolashmasam, ammo o'z ismi Peter. Bu Iroq va Afg'onistonda askariy xizmatda bo'lgan, mo'l askariy bilim tajribasiga ega bo'lgan bir peshqadam bir askar. Ve shuningdan birlikda bu Fox News'imiz izchil Xitoy to'g'riliq siyosiy kommentarlarni berib kelgan va Xitoyning tahdidiga bo'libmi xavfsizlik tahdidiga nihoyat yaxshi biladigan va cho'nqur tunib yetgan va Xitoyga qattiq qo'l bo'lishni tashabbus qiladigan bir odamning birisi. Mush to'g'riliq qanday bir shu savolim bor, lekin buni oxirroq aytib qo'yaylik. Hozir bizningki shartlar bo'libmi diasporadagi Sharq Turkistonliklar bo'lsin yoki bo'lmasa chet elliklar bo'lsin, hozir eng qiziqib turgan masala
Hükümet almashgandan keyin Trump efendim chiqqandan keyin davlatlar bilan bo'lgan munosabat, bo'lib Rossiya, Ukraina bilan bo'lgan munosabatga bakrak qiziqyotidi. Shu to'g'ri ozroq bir tushunish bergan bo'lsangiz. Rahmat. Albatta bu bugungi kunda davom qilayotgan bir ikki dan urush bor. Birisi 20 oydan buyon Rossiyaning Ukraina deb kelayotgan urushi, ikkinchisi O'rta Sharqdagi urush. Bu ikkilisi ham Amerikaningki tashqi siyosatida muhim to'xtalayotgan masalalarning birisi. Bo'libmi Trump saylamdan burun men huquqqa chiqqandan keyin 24 soat ichida bu urushni to'xtatama deb degan so'zlar bor. Albatta bu biroz ters bo'lishi mumkin. Ama Trump 2016-2017 yılı çıkan çağdımı Rusya bilan munosabatni yaxshilashga tirishib, Rossiyani yana tortish orqali Xitoyni yolg'iz qoldirish va Xitoyni bir taraf qilishga jiq markazlashgan. Bu qitimqi tashqi siyosatimiz shuni ko'rishga bo'ladi, ya'ni Rossiya bilan bo'lgan jidalni oxirlashtirish orqali O'rta Sharqdagi urushlarni pasaytirish yoki oxirlashtirish orqali Xitoyga asosiy kuchni markazlash. Chunki Amerikaningki bu necha maydonda bu urushga aralashishi, uni qo'llashi Amerikaningki kuchini xo'ritadigan bir masala uchun. Endi bu urushning bo'lishi bilan Yevropa ittifoqininki bu Rossiyaga qarta qilayotgan qo'llashini, Ukraina qarta qilayotgan qo'llashi Rossiyani Xitoyning qo'yniga ishtirib paydo kuch qilguchi bu narsa. Bu endi Xitoyning kuchini texmi kuchlantiradi. Masalan, hozir Rossiyaga ergashib Shimoliy Koreyadan askarlar keldi Rossiyadagi urush maydoniga. Ondan keyin bunga Iran qo'shildi. Shimoliy Koreya, Rossiya, Xitoy va Iran to'rti bir mustabid to'rti bir davlatning hokimiyati. Bular bir kuchli bir ittifoq hosil qilgan chog'da buni Amerikaningki xavfsizlik maslahatchisi koni Brezinskiy ogohlantirgan uchun bu shu davlatlarningki bir askariy ittifoqni tuzishidan buni Amerika uchun bir qabohatlik bir tush bo'ldi deb. Bu nuqta aytganchada Trump agarda bu Ukraina masalasini hal qilish bilan Rossiya bilan bo'lgan bu to'qinishni, ziddiyatni yaxshi hal qila olsa, bu orqali Xitoyni yolg'iz qoldirib, Xitoyga asosiy kuchini qoldira olsa, Amerikaningki asosiy kuchini Xitoy qarta olsa, bu Amerika uchun foydali bir qadam bo'ladi deb qarayman. Shu birinchi qiladigan ishi bu Ukraina urushini to'xtatishga qadam bosishi mumkin. Bu biz uchun bir xo'sh xabar bo'ldi agar shunday bo'lsa. Endi davomli shu Rossiya, Ukraina masalasi yoki bo'lmasa Iran, Shimoliy Koreya to'g'rilganda yadro masalasi o'tirib chiqadi. Mush to'g'ri ozroq bir tushunish bergan bo'lsangiz. Shu masalalar ularni qanday bo'ladi, yadro qurolini ishlatish ehtimoli bormi shekil uchun? Yadro qurollarining ikki xil qilish albatta bu. Hem mudofaa xarakteriga, hem hujum xarakteriga. Albatta buningki normal siyosiy vaziyatda asosiy mudofaa xarakterdagi bu qilishni planlayotgan holatda, bu yadro qurollarini ko'rsatgan holatda qarshi tarafning urushni yuqori seviyaga ko'tarmaslikni oldini oladigan bir xususiyati bor. Masalan, sovuq munosabatlar urush qarsaqmi, bu boshqa asrlarga qaraganda nisbatan cho'ng kuchlarning o'zaro bir-biriga udul to'qinishib qolmagan holati bor. Masalan, bu yerda Biden hukumatining bir qilgan bir narsa bor, cho'ng Amerikani urushga patqiq bitib qo'yish uchun. Yana yillardan buyon deb kelayotganki, uzun musofirlik bombalarni atmaslik to'g'risida uchun, ya'ni Rossiyaning territoriyasi ichiga. Biden bunga ruxsat berdi. Yani Angliyaga salgan bombani Ukraina Rossiyaga atdi. Ama bu atgan bombaninki zambirak bomba bilan raketa bilan to'g'risi. Buninki unchalik chiq o'lim hadisi hal qilganligi, ular Rossiyaga ig'ir zarba, ig'ir chiqimlar qilganligini ko'rmaymiz. Ya'ni u narsaning cheklik bir soni bor. Bu orqali Rossiya bilan Ukrainaning urushini oqib qaytirg'ili olmaydigan va asliga kelish sas bo'lgan bir holatga akilish orqali Trumpning hokimiyatga kelgandan keyin Rossiya bilan bo'lgan diplomatik yarashishni, bu urushni to'xtatish masalasini tashlashtirib yetadigan bir qadamini, ya'ni to'zoq qurib qo'ygandek bir narsani ko'ryapmiz. Buni qarata Putin ham nazokat bilan bir javob berdi. Ya'ni qit'alararo hal qilgan bir bombasini qaytirib atdi-yu, ammo uningga qatqiladigan yadro qurolini qatmadi. Qatmaslikdagi sabab ya'ni Amerikaga bir signalni beryapti. Bu urushninki avjilib Rossiyaning bevosita NATO davlatlari bilan urushga kirib ketishning oldini urushga kirgim yo'q deydigan bir signalni beryapti. Ya'ni bu bir hisobda Putinmi bu urushni bir natijaga bog'lashga tirishayotganlik bir tirishchanligini ko'ramiz. Endi Trump kelgicha bu hozirgi hokimiyat tutayotgan Biden hukumati agar cho'ng xatoliklarni yoki ma'lum to'zoqlarni qilib Amerikani
to'xtatqılınmaydigan biri bu Rossiya urushini to'xtatqılınmaydigan biriga akab qo'ymısam, Trump belgilik qadamlarni ilish orqali bu Rossiya bilan kelishishi mumkin. Dilya, sizningki Dilakbek shu to'g'riliq ko'z qarashingiz bir anglab baqqan bo'lsak, yadro qurollar masalasini to'g'riliq. Buldu. Men asasen Necat Bey'nin degeniga qo'shilaman. Ya'ni yadro urushi chiqmaydi. Çünkü yadro urush chiqdi degan gap zaten o yadro bombasini bir-birisiga etishning hojati yo'q. Faqat o'zidagi bombani o'zi portlaslar, yashar tugaydi amaliyotda. Shuning uchun yadro urush chiqmaydi. Faqat bu yerda hozir Necat Bey'nin degandek bir mesajlashish va bir-birisiga, ya'ni Yevropaning Baydenning qilmoqchig'ini va Yevropaning qilmoqchig'ini shu Trump chiqqandan keyin bu ishni tez hal qilib etmasin deb bir qalamqanchilik chiqarib qo'yish bo'lsa, bu ish keyniga qaytmaydigan ve Biden nima Trumpning bir 8-9 yilni hatto 1-2 yilni oladigan bir murakkab masala qilib o'tish uchun qilayotgan ish. Ammo Putinning bu yadro qurollarni ep mangalaydigan bombani ossimi, uni albatta quruq atadi, uni bomba selib atmaydi yadro bombasini. Bu yerdan bergan mesaj shu Trumpga berilgan mesaj, ya'ni sana keyin ishni osonlashtirman deb. Ya'ni bu hozirgi hodisada Trump chiqqandan keyin urush to'xtataman desa, qaranglar men bir yadro urushining oldini oldim degan shaklda nihoyat cho'ng bir narsa, ya'ni xalqqa bu urush to'xtatish kerak deganda demokratlar sakrab chiqadi. Biz Ukrainani mushta satamdiq deb. Shu bilan Trump nim deydi? Undan yadro urushi ko'rishni xohlamasa, agar xohlamasang bu urushni to'xtatamiz deydi. Shunga Putinning qilgani butunlay Trumpga pas chiqarish, ya'ni bu ishni oson hal qilish uchun. Yevropaning va Baydenning qilgani esa ishni taslashtirish uchun qilgan ish deb qarayman. Hammasi siyosiy, ya'ni bu yerda yadro urushi bo'lmagan va askariy harakat emas deb qarayman. Unda xusiyam bir hammamizning qiziqadigan bir temasi chiqdi bu yerda. Necat Turg'un efendim Arif'ten NATO'ni tepki ketdi. Trump chiqqandan keyin Amerikaning NATO bilan bo'lgan munosabat qanday bo'ldi? Anikin bunun qo'shib BDT bilan bo'lgan munosabat qanday bo'ldi? Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan bo'lgan munosabat qanday bo'ldi? Shu to'g'riliq ozroq bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Solmang'imi Dilyar efendim? Bu erkin qaysonlar asonlar bo'ldi? Men sizning ismingizni chaqirdim, agar siz Dilyarga o'tkazib bersangiz bo'ldi. Dilyar Bey söylesin ben onun için qatay. Buldu. Rahmat bana sorgan sualınız için. Birincisi BDT bilen Trump'ның biz aldığınki karardı, yani Trump'ның aldığınki kararını köge vaxtımızda Trump'ның BDT bilen münasebet pek yaxşı olmadı. Yani BDT'ni Xitayning kontrolü uçup gitip bolgan organ degan şekilde insan hakları komitesinden çekinip çıktı hatta ve BDT'ye berdigan yardımlarni kesimiz degandek nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Shuning uchun bu qitimmi agarda yana America First, yani Amerika birinchi o'rin turdi deydigan nemis bilan mang'izdigan ish bo'lsa, shu siyosatni kuchli qo'ydigan ish bo'lsa, ki hozir o'rinlarga qo'ygan Abay Nijatbek sanab chiqqan odamlarga qarasak, texmi qattiq keldi bu qitim Trump. Shunga BDT bilan munosabati bek yaxshi bo'lmaydi deb qarayman. BDT'ni nima qildi deb qarayman, ya'ni uni BDT'ga qattiq tanqidlarni qildi deb qarayman. Lekin NATO bilan bo'lgan munosabatmi bu menimcha Trumpning bir ojizligi, ya'ni tashqi siyosatining bir ojiz tarafi. Trump Amerika birinchi o'rin turdi degan siyosatda manganda NATOdan jiroqlashib ketdi Amerika. Va Trump chiqqandan keyin agar birinchi qarordiki, ya'ni shu burunqi nimani ipmansa, burunqi siyosatiga o'xshash siyosat ipmansa, o vaqtida NATO ojizlaydi. Hatto elitillam saylamdalam tek çıkmay turib kampanya jarayonida dediki, Yevropa davlatlari o'zining 2% GDP'sini mudofiaga ishlatish kerak. Biz nima ish qilamiz, qo'dindigan pulni biz nima ish to'laymiz degan gapni yana ishlatdi bu kampanya jarayonida. Ya'ni Yevropa davlatlarininki, NATO'ning boshqa a'zolarininki pulini biz to'lamaymiz deb yana qattiq chiqishi mumkin. Chunki tijorat nuqtasidan qaraydi bu odam, tijoratchi o'zi. Unda bo'lganken NATO ojizlaydi deb qarayman burunga qaraganda. Hatta aylıqı Macron'un NATO'nun mingisi o'ldi, Yevropa armiyasi qurilishi kerak degandek gapları qaytadan chiqishi mumkin. Shunga Amerika birinchi deb Amerikani asos o'rin qo'yganken xalqarалық narsalarda biraz jiroqlashadigan ish chiqdi, xalqarалық dunyodan ittifoqdoshlaridan. Ammo ig'irligini Osiyoga berib, Yaponiya va bu yerdagi boshqa davlatlar bilan
yaqinlashib, NATO biroz ojizlaydi deb o'ylayman. Bu yerda hozir Yaponiya boshqa davlatlarning o'rtaga chiqargan so'zni. Bunday savol Yaponiya va Hindiston bilan bo'lgan Amerikaning Yaponiya va Hindiston bilan bo'lgan munosabati qanday o'zgarish bo'ldi? Bunga Yaponiya albatta ben kireyimde olsa Yaponiya albatta Amerika'nın Ikkinchi Dünya urushidan keyingi bu Sharq Osiyo rayonidagi eng muhim ittifoqdosh davlatlarining biri. Hem Yaponiya o'zining xavfsizligini mutlaq ko'p sonda Amerikaga topshiriqliq aslida butunlay emas endi, chunki davlatlar xalqaro munosabatda butun xavfsizligini, egilik huquqini bir davlatga topshirib berolmaydi. Ammo Yaponiyaning qurilib chiqishi askariy bu xavfsizlik sohasidagi, bexatarlik sohasidagi narsalarda garantiya, kapolatchi davlat bo'lsa Amerika. Amerikaningki qanday pozitsiya tutishiga qaraydi. Trump oldingi nimada huquq tutganda Yaponiya bilan dastlabda unda bek nima qilmagan, unda ahamiyat Abay Dilyarbek degandek bir tashlab qo'yishdek biroz burunqilarga qaraganda biroz ahamiyat bermagandek bir nima ko'rinish bo'ldi. Keyin barabar bu narsa yaxshi bo'ldi. Masalan, hozir Yaponiya bilan bo'lgan Quad deydigan bir Yaponiya, Hindiston, Avstraliya, Amerika bu to'rtininki bir askariy hamkorlik bir nimasi bor, bir guruhsi. Bu endi bu davlatlarning o'zaro hamkorlashish, Xitoy tahdidi bo'lgan o'rtaq javob berishlik narsalar bor. Yaponiya undan boshqa Xitoyning tahdidini eng chong his qilayotgan davlatlar. Masalan, buni nelerden ko'ralaymiz? Yaponiyaning o'zining yangidan chiqargan xavfsizlik nimasi qarasaqmi, strategik qarasaqmi, Xitoyni Yaponiya uchun eng chong shakllantirayotgan tahdid deb qaraydi. Analikin bu Sharqiy Janubiy Osiyoga Yaponiya bu davlatlarniki Xitoyning iqtisodiy jihatdan bağlanıp kalıvatkan ticaret ve meblağ siliş cihetten. Bunu azaltış için Yaponiya görünürlük alatta bu Filipin olsun bu yerdeki devletlerge meblağ siliş arkalı bu devletlerin Xitay besiminde mi kutulduruşka hareket kılıvatı. Landikin mesela bazı devletler mesela Filipin bilen bu askeri özara bir ittifaklı derecesi bağımlı değil mi de askeri hemkarlık nimesine kilişimini tüzdü. Tayvan'ga uruş kılgan çağda eğer Xitay hücum kalsa Yaponiya biz aralışımız degen bu sözlerini mi dedi? Hem Japonya'nınki maqatimki saylangan ministri Ishibamu bu Japonya nimeninki NATO'nun Asya'daki NATO'nu kurup çıkaman degen sözünü neçketim tılga aldı ve bu tirişçalıktan bulundu mesela. Yani Japonya Xitay'ınki bu mesela şu Şarkı Asya'da bir nim katay. 4 tane rayon var. Bu xavfsizlik nimesi bir kaynağı vatkancı. Bunun hem benzin tükülgen rayon deyimiz hem de bunu. Birisi Şimali Koreya ile Cemni Kore'deki bu rayon, bir yerdeki Meridian 38. sızık. Analıken Japonya'daki bu Xitay'nın Xitay Şarkı Denizi deydi. Bu ikinci rayon. Üçüncüsü Tayvan rayonu, Tayvan nimesi bölgesi. Üçüncü bolsa bu Şarkı Janubiy Xitay Denizi deydi. Bu 4 rayon hem de bu yerdeki ziddiyetlerge yeterlik benzin tükülgen ve Xitay bu 4 rayonun hemmesiga bir tehdit ve uruşlarının nimesiga sebepçi buluş mümkün deb qarılayotgan devletler. Amerika'mı bu şunun için bu yerge eng çoğun özünki taşqi nimedeki askeri bazasını kuruluk. Mesela Japonya, Kore'nin özünden ki 82 bin Amerika askeri var ve özünki bu yerdeki general nimesini 3. derecelik seviyeye kütürdü mesela. Analkin Şimali Japonya, Cenubi Kore ve Amerika bu üçümü üç taraflamalık özara askeri ittifak ve hemkarlık nimesini uzun musafirlik raket alan etişinin nimesini birlikte tüzüp hareket kılıvatıdı. Bu umumi nesne jığınçaqlagan nemu degen çağda Japonya'nınki Xitay tehdidiga naiti ciddi qaravatqanlıqı ve özünün ittifaktaş devletleri hemkarlaşmıştı devletler bilen birleşip Xitay tehdidi cevap verishga qilayotgan tirishchanligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Unda Hindiston bilan bo'lgan munosabatni qisqacha deb aytib ketdingiz. Hindiston shu Xitoy tahdidiga bir tadbirni ilayotgandek holat cheklanadi masalan Trump hukumati chiqqandan keyin o'zgarish. Albatta Hindistonninki Xitoy bilan real nimadan xaritani qilsak 3 tane rayon bor. Bu yerda chegara hal bo'lmagan masalasi. Ama yakınki matbuatlarda mesela bu BRICS 6. sektor devleti yığınında olsun Xitay'ınki
Xitayning nimasi bilan boshlig'i davlat boshlig'i Shi Jinping bilan Modininki kelishganligi va bu rayondan askarlarni chekindirishga harakat qilganlik nimasini ko'ryapmiz. Ammo bu bir tarafdan qarasak bular o'zaro munosabatlarni yaxshilagandek ko'rinyapti. Ammo ishning oqi ko'rinishiga qarasak ikkili taraf bu rayonda amaliyotda bu rayonda logistik yani hul əslələrini, yəni urushqa tayyorlik qiladigan hul əslələrini canlandırış nimasini kuchaytirdi. Bu yerda hech qachon yarışib ketgan narsa yo'q. Ammo Xitoyning buni qilishniki Xitoy tarafdan o'ylaganda Xitoy bu yerda Amerika bilan jiddiy har qaysi sohalarda to'qnashayotgan bir mezgilda urushni necha tarafdan oshmaslikning bir nimasini davatidi masalan nima tarafdan. Hindiston tarafdan bo'lsa, Hindistonning asosiy siyosiy nimasi 3 ga bo'lindi. Askariy millatchilar, normal millatchilar, andan keyin bu globalchilar deb Hindistonda 3 asosiy siyosiy kuch bor. Bunikida Hindistonninki iqtisodiy nimasida Xitoyga ziyoda bog'lanib qolgan bir narsa bor. Buni hozir Xitoy bilan askariy bir to'qinish qilishninki to'g'ri emasligi deb şuna hozircha bir normal ticaret, normal munosabatni saqlagan asosda buni keyin hal qilishni targ'ib qilayotgan narsa biroz kuchliroq turdi. Ammo ko'rganimizdek bu Hindiston va Xitoyning munosabati o'rtasidagi zamin masalasi, chegara masalasi butunlay hal bo'lgani yo'q, faqat munosabatlarning askariy issiq to'qinishga kirib qolmaslikning oldini olayotgan bir tirishchanlikni ko'ryapmiz. Amaliyotda yana urushga tayyorlik qilayotgan nimalar bor, tirishchanliklar bor ikkili tarafdan. So'rovingiz bor. Dilyar Musabay, sizga bir savol. Hozir hammamiz O'rta Sharqda nisbatni ko'ryapmiz. Masalan, Falastin, Isroil urushi degan boshqa masalalar. Shu to'g'ri ozroq bir o'zingizning taklifni o'tirib qo'ygan bo'lsangiz, sizni shu Falastin, Isroil urushi chiqqan vaqtida ikki bo'limga bo'lib bundan keyin nima bo'ldi, hozir nima bo'lyapti? Xalqaro jamiyatdan uning ta'siri qanday bo'ldi? Inkas qanday oldu deganimiz hozir nega keldik? Qanday o'zgarishlar bo'ldi? Hamda Trump hukumati chiqqandan keyin bu O'rta Sharq masalasida o'zgarishlar bo'ladi. Ta'sir qanday oldu? Rahmat savolingizga. Qaragan mening kameram qitqaqa o'xshaydi, ila asli kelishi mumkin. Musta javob beraver agar ovozim bo'lsa. Nima? Bu O'rta Sharq masalasi haqiqatan bek muhim, biroz to'xtalishimiz kerak bo'lgan narsa. Ya'ni bu bo'libmi Isroiliya bilan Falastinning to'qinishi bu Amerikaga nihoyat ziyonli bo'lgan bir narsa bo'ldi bu. Amerikaninki bundan keyingi nimalari, ya'ni bundan keyingi O'rta Sharqdagi munosabati va boshqalarga nihoyat og'ir ziyoni bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu hozirgacha chiqqan urushning ta'sirida nurg'unlagan narsalarni buzyapti Amerikaning yumshoq obrazi olsun va boshqalar olsun. Shunga Trump chiqqandan keyin mening Trumpning biroz qiynaladigan nuqtasi mushu bo'ladi. Ya'ni Rossiyani yenatib Xitoyga qarshi turish uchun Ukraina Rossiya urushini to'xtata olgan bilan Isroiliyaning hozirgi urushini to'xtata olmadi Trump. Chunki Trumpning qo'llovchilarining ichida nihoyat cho'ng Yahudi bankerlar va nurg'unlagan ishlar bor u yerda. Shuning uchun Trump hozir bu bo'libmi ya Netanyahuni tunugun tutish buyrug'i chiqarilgandan keyin nimada xalqaro jinoiy ishlar sudida hamda Trumpning ishi texmi tas. Agarda Netanyahuni qo'llasa u vaqtida yana West versus the West, ya'ni g'arb butun dunyoga qarshi degan narsadan bakrak America versus the West bo'ladi, hamda Amerika dunyoga qarshi bo'lib qoladi. Shuning uchun Trumpning eng qiynaladigan shu xalqaroda ishini taslashtiradigan masala shu Isroil Falastin masalasiga tutadigan muomalasi bo'ladi. Ikki tarafga ketmagan asosda nihoyat zil nimadan o'tish kerak bir davozmangandek. Ammo Amerikaning manfaatini o'ylayman desa, hatto Amerikaning manfaati o'zining manfaatidan yuqoriroq tursa, Netanyahuni tashlab o'tadigan keldi. Chunki xalqaro bir convicted criminal deydigan bir gap bor inglizchada, ya'ni hukm qilingan aniq bo'lgan bir jinoyatchi Netanyahu bundan xalqaroda. Ya'ni Putinning tutish buyrug'i batda o'xshash. Putin Janubiy Afrikaga borolmagan tejig'inga men tutib xalqaro sudga chiqmasin deb. Shuning uchun bundan keyin Netanyahuning borolmaydigan 100 necha davlat oldi, 120 necha. Shuning uchun ham bundaq bir tutish buyrug'i chiqarilgan bir urush jinoyatchisiga yaxshi muomala tutib, biz yana Isroiliyani yenda deb yana qo'ral berib bu urushni kengaytsa,
Amerika eng oxirida qolib qolgan kichikina obrazni yo'qlik qilib oldi. Mening Trumpda ensiraydigan nuqtam bu. Ya'ni Amerikaning manfaatini yuqori tutsa, Netanyahuni tashlaydigan vaqt keldi amaliyotda. Buni burun CIA'ning analizchilari, tarixchilar bekchiq deb ketgan Amerikaga 2010-yili 2010dan 2013gacha. Shuning uchun hozirgi davrda hamda Amerikaning eng chong xatarlik nuqtasi shu. Agarda nim bo'lib qolsa, ya'ni balki maqcha ulab so'raysiz Iran masalasi shu deb. Mushumu yana biz ansiraydigan masalalardan biri. Shaxsan men ansiraydigan masalalardan birisi, chunki Iranni agarda nimaga bog'lab bu İsrailiyaga bog'lab bizni bir urpasan, Iranni bir urpasan degan shakldagi bu narsaga ma'qul deb bu Ironga kirib qolsa, Amerika chiqolmaydi bu yerdan. Amerikaning buning hech qanday tayyorligi yo'q. Ammo biraqli kirmasdan havo hujumi qilib, boshqa Libiyadek, boshqa davlatlarga o'zi kirmasdan havo hujumi qilgan, masalan, burun Serbiyaga qarshi, Libiyaga qarshi. Unda olib qolsa, shu Ironni muqimsizlashtirib, Iroqqa o'xshash ishki urush qaynaydigan bir qon ko'liga aylanib ketadi. U vaqtda texnik refugee masalasi chiqadi, Yevropaga ag'ich ishlab berdi. Shuning uchun bu Iron masalasida va hozirgi bu Netanyahuning, men burun degandim, Bidenning ish tugidi, Netanyahuning siyosati tugidi deb bundan bir yilmi, bir yarim yil burun degandim. Bir yil burunki. Ya'ni buningga qarta Bidenning zaten tugidi, ama Netanyahu'mu huquqdan tushsalar, onun parxorluq davası var İsrailiyadan sotlaydigan. Hazır huquqdan tushmageçkitek sotlayanmatıdı. Tushsalar İsrailiyada parxorluqdan sotlandı. Bunun dikin chet elga chiqsa 124 davlat. Bunun tangdan tolsi Yevropa davlatlari tehi. Bu davlatlarga kirsa qo'lga olinish ehtimoli bo'ldi. Shuning uchun bunda bir o'lgan beliqni Trump tashlab o'tish kerak esa to'g'ri siyosatchi bo'lsa. Ama onun kendiki qo'llovchi bankerlar o İsrailiyaning bir bosh ministerini uningga oson tashlatamdi, bu yana ayrim masala. Shuning uchun Trumpning qiynaladigan nuqtasi shu. Zahmi kuymaydigan, kavobni kuymaydigan emas, bu qitim bu kavob kuyish kerak. Ya'ni bu Netanyahu birisini kuydirib turib, yana bir tarafdan tatib mangmasa, o'ttir yo'l degan narsa qolmadi, chunki tunugundan boshlab İsrailiyaning bosh ministri Benjamin Netanyahu xalqaro qonun oldida convicted criminal, ya'ni jazo hukm e'lon qilingan, emas aniq bo'lgan bir jinoyatchi va hamdatidan boshlab. Shuning uchun Trumpning bu masalada qanday ip mangdigini hamda Amerika davlat ahlining karomatini ko'ramiz deb o'ylayman oldimizda. Rahmat. Hozir javob berish tasavvurgan bir savol bor sizga. Hozir o'tganda bir biz tirish topib atgan bir sinalg'ida Finlandiyadagi prezidenti Aleksandryaniki bergan so'zini biz ko'rdik. Dünya allburun ko'p qutblashgan bir holatga kirib bo'ldi. Ammo lekin ko'p qutblashgan holatda urushlar chiqdi, xalqaro qonunlar, qoidalar ishlanmaydi, mana o'zi bilganini qildi dedi. Ammo lekin uning shuning qarta bergan proposal plani yana bir alternativ bo'lsa, tanlash bo'lsa, dunyo ko'p tarafli bo'lgan shaklda mangsa, yana xalqaro qonunlar, qoidalar tiklandi, qoidalar tiklandi, ishlandi degan shaklda bir nimani planni taklif o'tirib qo'ygan bo'ldi. Undan sirt eng muhim narsa şu vaqtki riyosatchi so'rgan bir savol bor. Bu qitimliq Amerikaning saylimi, dunyoning ko'p qutblashishi va ko'p taraflashishiga cho'ng ta'sir bo'ldi degan bir savolni va deb ketgan bo'ldi. Mushdan qanday qaraysiz derya? Bunda keyingi dunyo ko'p qutblashgan dunyo bo'lamdi yoki bo'lmasa tartibi ko'p taraflashgan tartib shaklida bo'lganmi? Hem Amerika'nın bu qitimliq saylimi yangi hukumati bunun qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu savolda kimmiz? Yana boshqa savolga o'tib ketsak. Aldı bilen taraf bilen köp kutup bilen köp tarafның farkı var. Eğer siz yo'qolib ketdingiz ekrandan. Hozir nimaga ekran chiqyapti, men nimaga ulangan narsada yo'qolgan bo'lishi mumkin. O yili o'ngshildi, ammo men programmada bor. Aba ekranim biroz qaytib olgan, hozir ishlayapti. Shunga hozirgi masala bu nimaninki, bu köp kutup bilen köp taraflik meselesini bir arışımız gerek aldıda. Yani köp taraf degan taraflar bir yerga kelib, mesela BRICS, bu köp tarafli bir organ. O hech qanday xo'jagisi yo'q. Ammo köp kutup degandan kutupning bir xo'jagisi bo'ladi. Shuningga ergashgan bo'ldi boshqalar, shuningga yaqinlashgan. Shuning uchun bu hozirgi bundan keyingi dunyo köp taraflik bo'ladi degan bu bir yaxshi orzu.
Ama menimcha köp taraf bilan teng köp kutuplaşışning nimasi var? Çünkü Şərq tərəfinin oxurunu söyrəb ketiyotqanlar, yəni Rusiya və Xitay. Əgər Rusiya və Xitay olmasa, bu BRICS-nin buldu yani. Şunun üçün bu köp tərəfləşiş degan bu yeni dünyaya yeni bir çapan tikiş deb oylayman. Amma bu çapan qanchalik kilodu bu yerga, qanchalik kigil bo'ldi, onun da məsələ var. Yəni dünya köp kutuplaşıyotir. Yəni to'g'risi mening qarshimda. Yəni köp kutuplaşqan bir şeydə bir üzvətdim deyirəm. Xoş. 7 yılın 8 yılın aldıdan siz birinci bir liksiyalarınızda belki vaxtınızda şunda qiyinlik qismda. Dünya bununki köp kutuplaşıdı. Belki iki kutup buluş mümkün. Xitay bir süper güç. Amerika bir süper güç buluş mümkün degan tanız. Şundan bir şeyde ta'kidlab qo'yib ketay. 7 yilkin haqiqatan biz köp kutuplaşqan bir davrga qadam qo'yibdik. Şu davamlashtirsangiz bo'ldi. Men shuni bir sizning saningizga salay demoqchi. Agar o'zingizning esida bo'lsa. Bəli, mening burun əməliyyatda hazırgıca meyli içki siyasət olsun yoki tashqi siyasət olsun, əminəsini baldur digərlərimdən əmisi hazır çıxıyatıdı. Yəni içki bölünümüz o bu degəndək. Tashqi siyasətdimi məsələn Netanyahu'nun bu İsrail'e yenməydi vuruşdu, yengildi degəndim. Hətta yeni bir nəsə bir qancha kunning aldıda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın General Assembly Palestinning to'liq huquqli resmi a'zo bo'lish yo'lini ovozga qo'ydi. Birinci qadamda bunu ovoz qo'yganda uningga qarshi bilet tashlagan Amerika, Kanada ve İsrail'ye ve yana bir qancha orol davlatlar var, Palau, Mikroneziya bu deydigan uşaq davlatlar. Shulardan boshqa bu qitim diqqat tortilgan bir narsa Avstraliya burundan ya qarshi bilet tashlaydi yoki abstain demişdi voz kechadi bilet tashlash huquqidan, ammo bu qitimki biletda Palestin tarafini qo'llab bilet tashladi Avstraliya. Ya'ni Palestin bir davlati kilovatidi. Bu hazır nimening Netanyahu'nun qilgan bu ishi o'ziga o kadar ziyonliq bo'ladi ki, endi Birleşken Devletler Teşkilatı nima oldu deganda, bu şu Palestinning nimasi uchun rasmiy a'zo qilib kirish uchun resolution tayyorlandi endi. Uni General Assembly'ga sunudi. Ammo bu yerda Security Council'ning xavfsizlik kengashininki bir to'sib olgan bir nuqtasi var. Ya'ni bir davlatning Birleşken Devletler Teşkilatı tonulup kirişi üçün iki narsa kerak. Birincisi Security Council recommend qilish kerak. Yani ular tavsiya qilish kerak. Andikin General Assembly uni ovoz qo'yish kerak. Hozirmish tavsiya degan bir so'z, ya'ni tavsiyadan boshqa hech qanday huquqi yo'q xavfsizlik kengashining. Tavsiya degan gapni tutib olib, ashini qilmay to'sab turyapti hozir Palestinning nimasini. Ammo bu tavsiya degan so'zdan qanday atlab aylanib o'tadi. Palestinninki General Assembly'ga akiriveremdi, onun tavsiyasini kutmay, cho'ng bir krizis chiqdi bu Palestin masalasi to'g'riliq. Shuning uchun bu hozirgi nimada endi Trumpning olsun yoki Amerikaning olsun İsrailning bu yolg'iz qilishiga dunyoda yolg'izlashib ketdi beklar. Bu Yevropadagi do'stlarim hozir asta-asta o'zini ajratishga boshladi. Avstraliya ham yuzini o'rdi bu qitim. Shuning uchun bu yolg'izlashda Amerika abaydenimdek davlat ahli eng to'g'ri qarorni bergani yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Hozir savolimizga qaytib kelsak, men so'ragan savolda siz nima deb to'xtadingiz? Biz hozir ko'p qutblashgan bilan ko'p taraflashgan aniqlamasini bilishimiz kerak deb, shu ko'p qutblashganligini so'zlayapmiz. Shu yoqqa kelgan shu yerdan davomlashtirgan bo'lsangiz. Ya'ni dunyo ko'p qutblashida o aniq. Bu dunyoning ko'p qutblashida ya'ni Xitoyninki beshini tutgan taraf hozircha Amerikaga yoki bo'lmasa G'arbning beshini tutgan tarafga harbiy jihatdan kuch yetolmaydi. Ammo iqtisodiy bo'libmi raqobatchilik jihatdan Xitoy hozir Amerikada o'tib ketdi. Xitoyning raqobat kuchi, yangi innovation, yangilik yaratish kuchi hozir Amerikadan ba'zi statistikalarda Amerikada o'tib ketdi. Shuning uchun Xitoy buningga qarshilik berib bangdi. Hamda Amerikaning muhtaram chiqqandan keyin shu Ruslarni o'zining yeniga tortib bu ko'p qutblashishda qandaq oldin oladi. Ya'ni hozir mundaq chiqqan vaqtimizda dunyoda bir sistem bor, Amerika qo'ygan sistema. Bu sistemini o'rishga harakat qiladi. Xitoy bo'lsin, hatto Xitoylar emas, nurg'un davlat bor buni. Masalan, buningdan jaqto shu 5 davlatning deganini hisob qilib olib, dunyodagi nurg'un masalalarni hal qilolmayotganligidan jaqto'ygan nima bo'lsin, Yevropa bo'lsin, hatta ma'u Türkiye olsun dünya 5'ten çoğundur deb Erdoğan'ın ağzı kalbi uçup qalay dedi. Bularning hammasi Xitoyning bu Amerikaga qarshi chiqishini bir fursat ko'rib, bugungi dunyo sistemasining adolatsizligiga chidamagan davlatlar va rahbarlar Xitoyni bir fursat ko'ryapti va ko'p qutblashishimiz kerak. Bir qutbning
hozirgacha qig'ini dunyoga foydasidan ziyini jiqtaydi degan narsa bilan ko'p qutbli qarab ketyapti. Amerika buni qancha to'saydi yoki dunyo ko'p qutblashdi degan gap Amerikan sistemasi cho'kdi degan gap ya'ni. Cho'kidi dunyoning yerimi ya'ni dunyoning yerimi bir qutb bo'lsa, qolgan qutbga Amerikaning gapi o'tmaydi degan gap. Shuning uchun hamda Amerika buni qanday qilib oldin ola oladi, to'siy oladi. Trumpning bu yerda ziyonli beradigan bir nuqtasi va xatarlik tarafi bor. U bo'lsa-mu shu ko'p qutbli ishda Trump Amerikani yolg'iz qoldirib qo'ydi. İttifoqdoshlar abay deganimizdek NATOni ajizlatdi, BDT bilan so'qishdi, Yevropadagi nurg'un davlatlar bilan so'qishdi Trump. U vaqtida Amerika o'zini yolg'izlikqa tashlab qo'ysa, bu ko'p qutblashish ish tiklab ketadi bu aslashdan bakrak. Shuning uchun Trumpning chiqishi undaqiliqi not bed of roses deydi-ku, inglizchadagi gullar chechilgan bir karvat emas u. Bu yerda hozir ya'ni Trumpning ishi undaq oson emas. Chiqqandan keyin moyoqqa tassa oyoqni buzadigan, oyoq mansa moyoqni buzadigan bir ish bu. Shuning uchun Trump qaysi yerdan qanday mangdi, ammo bizga foydali qeri Trump boshqa masalalarni yig'ishtirib Xitoyga bakrak diqqat bermoqchi. Bu endi biz uchun fursatlarni yaratadi bu. Unda hozir Xitoy jiqroq to'xtaldingiz so'zga vaqtida. Biz endi ikkinchi bo'lak kirib ketsak, shu Bayden hukumati chiqqan, Bayden deyman, Trump hukumati chiqqandan keyin Amerika bilan Xitoy munosabati qanday bo'ldi? Bo'lib qo'mish savdo munosabati qanday bo'ldi? Shu to'g'riliq bir Nijat Qulg'un apani o'zingizga ko'z qarashini o'tirib qo'ygan bo'lsangiz. Ikki tarafninki munosabatida bu ticaret mühim rol oynaydı deb qarayman. Bularning o'rtasida taxminan 700 milliard dollardan ortiq bir ticaret var ama Xitoy bu yerda 300 milliard dollardan ortiq Xitoy qazanayotgan, Amerika bu ticaretde az setayotgan, Xitoy jiq setayotgan bilan nimbachi munosabat var. Buningdan Trump 2017'de chiqqan chog'da bu 400 milliard dollardi. Buni Trump baş qo'yib şu 4 yil jarayonida bu 100 milliardga kichikildi bu narsa. Hozir 300 milliard dollardan ortiq bir temponsizlik bor. Amerika buni albatta bajni yuqori ko'tarish orqali va boshqa chora-tadbirlarni elish orqali buni o'ngshashga, buni temponlashtirishga tirishishi mumkin. Bundan boshqa sohalar bor, masalan, texnologiya sohasi. Bundan Abay Dilyarbek degandek, texnik sohada Xitoy ba'zi jihatlarda o'tib ketdi, chunki Xitoyning 2014'ten başlap o'ttirib qo'ygan bir nimasi bor. Dunyoning oldidagi 10 turlik sanoatda Xitoy dunyoning birinchisi bo'ldi deydigancha 2030 ga borganda. Xitoy qisman sohalarda haqiqatan oldiga o'tib ketdi. Bo'lib shu yeshil energiya, to'liq mashinalarni ishlab chiqarish, AI texnikasi, sun'iy aql degandek sohalarda Xitoy haqiqatan dunyoning oldida bo'lib qolyotdi masalanchi. Bu sebepten Trump mesela Amerika hükümeti nemini çekledi mesela özek var o çip nimisini uruşunu başladı Xitay'ın ağıl koymaydı ama o fakat vakit meselesi ki bunun teknolojiye erişip bu cihazda algı ilgililek geçişi ama yeni bir saha var bu yerde ikisininki tokunuşvatkan yani xavfsizlik meselesi Xitay bayten degandek Şarkı Asya'da, Şarkı Janubi Asya'da 4 rayonda bularninki bir to'qinishga kirish ehtimoli va qaysi rayonga Xitoy bu yerda urushlarga sababchi bo'lib qolsa, Amerika bunga aralashish ehtimolligi yo'q. Chunki mayli Yapon olsun, Koreya olsun, Tayvan ve Filipin'de bo'lsin, bu yerda Amerikaningki nimalari bor? Harbiy bazalari var ve bu Amerikaningki jahongir davlat bo'lish, hegemonik davlat bo'lish uchun bu yerda Amerika qilishi kerak. Yani Xitoyni tizginlab turishi kerak. Ondan başka peste bu yanda mağlanan çoğun ticaret yolu var. Bunu mu Amerika, İkinci Dünya Savaşı'ndan Amerika kontrol kılıp öte yollarda başlayıp kiliglik. Ama Xitay bu sisteminin bozup Xitay özününki bu yerdeki hükümdarlık ornunu bir yerde Amerika'nın bütünler edip çıkarıp kılıç gerek. Mersayma ben 3 gün burun bir nime kılandı, ziyaret kılandı. Bu adam dedi. Eğer ben Xi Jinping'in meselesi so'p kalkan bolsam, Amerika'nın Şarkı Asya'dan edip çıkış gerek deyilgan meselesini öğrettim dedi ki bu adam. Demek Xitay'ınki nimiste devlet zihniyeti de stratejisi olsun bir hegemonik güç yani Cahangir devlet Amerika'nın orunu aldığın bir Cahangir devletlik bir nişanı var. Bularınki milli xavfsizlik stratejisi qaraydı, harbiy xavfsizlik stratejisi qaraydı. Xitay dünyanın qo'ycusu bu men dağıtdı 2052-2049 qo'ygan chog'da. Shuning uchun Xitay her tarafdan tayyorlik qilyotdi bunga. Şuna
Amerika mayli qanday muomala tutsin, Xitoy belki kengaymachiligini, kuchini ko'rsatishga, Amerika bilan to'qinish qilishga tayyorlik qiladi. Bu narsa shunga bu yerda to'qinishdan xoli o'g'il bo'lmaydi-ku bu yerda. Endi Xitoyninki ansiraydigan bir nuqtasi Trumpninki ilqi paraz qilolmaydigan bir siyosatchi emasdan-ku bu Trump. Xitoy buni jiq burniga yedi oldingi nimada. Haqiqatmi yana mushini jiq da'vatidir Trump. Qanday nim qilish mumkin deydigan bu narsani har xil da'vatidir. Masalan, ammo har doim bularning degandekmi chiqib ketmadi-ku. Ama Xitoy uchun qo'shiladigan taraf nima degan chog'da Trumpning abaydilar efendim degandek ittifoqdoshlari bilan jidalga kirib qilishi. Bu narsa mesela Yevropa İttifakı, mesela Yevropa İttifakımız 10%'den 20%gacha mallarga baş qo'yamiz deydi. Bu Yevropa İttifakını nimaga ishtirib berish mumkin? Xitoygacha bekra o'zlarining iqtisodini tamponlashtirish uchun balkim Xitoyga yiqilish mumkin. Bu G20 yig'inida bu Germaniya, Fransiyaning davlatining rahbarlari bilan Xitoyning rahbari ayrim ko'rishib bu masala to'g'riliq paranglashganligini ko'rdik masalanchi. Buningdan keyin yangi dunyo vaziyatiga biz o'zaro o'rtaq taraqqiyot, hamkorlik degandek narsalarni qilishimiz kerak deb bu Trumpning olib boradigan siyosatga qarata bir tayyorlik qadamlarni ilayotganligini ko'ryapmiz. Ham Yevropami buningga qarata Xitoy bilan belgilik hamkorlashib Amerikadan kelgan ziyonni kichikiltishga harakat qilishi mumkin. Dilyarbek, sizningki o'xshamaydigan ko'z qarashlaringiz bormi? Hozir Nijatbek degandek Amerika urushga kirib qolishi mumkin Xitoy bilan mana shu Sharqiy Osiyoda degandek shaklda bir taklif to'qinishga kirib qolishi mumkin. Sizningki o'xshamaydigan ko'z qarashlaringiz bormi? Shu Amerika Xitoy masalasida o'tirsa munosabat qanday o'zgarish bo'ldi? Buningda Xitoyninkiga men asosan o Nijatbekning deganlariga qo'shilaman. Bo'libmi shu Yevropa bilan jiroqlashib Xitoy bunday qildi. Xitoy bu qiziq urush, bunda etishib turib qilgan, adam o'tirib qilgan urush eng oxirida bo'lgan urush shu. Uningdan burun tijorat urushi boshlandi, siyosat urushi boshlandi, ideologiya urushi boshlandi degandek. Hozir Xitoyning bir bunday masalasi bor. Ya'ni dunyoga, Abay Nijatbek degandek dunyoga bir kuch bo'lib chiqimiz da'vatida, ammo Xitoyningki dunyoga kuch bo'lib chiqqanda ishlatadigan bir ideologiyalik yumshoq kuchi yo'q. Masalan, Amerikaninki demokratiyasi va xudoyim bergan, inson haqlari va xudoyim bergan, nega bo'lsa inson haqlari demokratiya degan qalpoqni kiygizib turib, ham ishini qilib mangdi. Ammo mayli Iroqni ko'raylik, Afg'onistonni ko'raylik, bu demokratiya, inson haqlari degandan faqat bir yumshoq kuch qalpoq ekanligini ko'rdik, ammo shuni nurg'a odam ishini ammo Xitoyda bunda bir narsa yo'q. Xitoyda Amerikaning demokratiya, inson haqlari mundaq bo'ldi, ahmaydi, mening manda narsam bor deydigan bir narsa yo'q. Bular Kungzining ideyasini uzun yil sinagan. Shu 2009'lardan boshlab bular Kungzini tunishtirib, ya'ni Amerikaning inson haqlari va demokratiya degan qimmat qarshidan noch qimmat qarash Kungzining qarshida buni xeyli kuchayib baxtdi, ammo bu mag'lub bo'ldi yani. Shuning uchun Xitoyning yumshoq kuchi yo'q. Shunga dunyoga bir xo'ja bo'lishda kerak bo'lgan eng muhim narsa yo'q, ya'ni Xitoyning obrazini yaratgan. Shunga Uyg'urlarni qirg'inchilik qilib bu lagerlarni ichishi bilan Xitoyning obrazi texim tushib ketdi. Ammo bu Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida to'qinish chiqamdi deganda, shu tijorat urushi, siyosat urushi, yumshoq kuch urushi deganlarning hammasida boshlanib bo'lishi kerak. Masalan, kompyuter, cyber technologyda, hozir hakkerlikda urush boshlanib bo'ldi alda burun. Ikkilisi bir-birini u yerga tegayotdi. Muhim bo'lmagan narsalarga hozircha aytugin bir-birisining elektr stansiyalarini to'xtatib o'tishi mumkin. Bir-birisining suv to'saydigan to'smallarini biroz avara qilishi mumkin degandek har turi bo'yicha boshlandi. Hammasi ishlamay eng oxirida kelganda qiziq urush chiqdi. Qiziq urushning ehtimoli Amerikada emas, uningdagi inisiativ. Uningdagi inisiativ Xitoyda. Ya'ni Amerika Xitoy bilan quruqlikda urushmaydi, u mumkin emas. Faqat dengizda Xitoy bilan dengizda tutishimiz va tezlik to'qinish bo'lsa, Xitoyni tezlik bir tarafga o'tkazilishi bo'lsa, Amerikaga eng qo'shaqadagini bu. Uning uchun demak inisiativ Xitoyning qo'lida. Xitoy qachon Tayvan hujum qilsa, Amerikaniki biz aralashimiz deylik. Uningdan burun Filippin taraflarda bir kichik bir to'qinish chiqishi mumkin. Men burun deganimdek bu 2027dan burun bo'lmaydi bu ishlar. 2027dan keyin 2027-2035 atrofida bo'lishi mumkin bunday bir to'qinish agar bo'lsa. Shuning uchun hozir texi u yerga bormidi deb o'ylayman. Chunki Xitoyning agarda Xitoyning bir ideologiyasi bo'lib,
Dünyadagi nurg'un odamlar Amerikaning demokratiyasi ahmidi, Amerikaning inson haqlari ahmidi va Falastin masalasi, Falastindagi qirg'inchilikmi Amerikaning bu ideologiyasini, yumshoq kuchini, ya'ni Popay sökülgandek sökülyotdi-ku hozir G'arbning bu demokratik qimmat qarashlari o bu degan gaplari sökülib tushyotdi bu Falastinda. Shuning uchun bundaq narsalarni Xitoy hozir ayblab qila oladi, ya'ni qila oladiganini ayblashlar. Ammo to'xta Amerikaning bu narsa ahmidi, ammo mening manda narsam bor. Men dunyoga xo'ja bo'lsam, insonlar dunyodagi insonlar manda yashaydi. Mening boshqa davlatlarning fuqarolariga manda va'dalarim bor degan bo'lsa, hozir qutblashish bu vaqtcha boshlanib bu Xitoy xilbriga ketib bo'ladi. Ammo Xitoyning bu yumshoq kuchi bo'lmaganligi uchun faqat Amerikani ayblab mengayotganligi uchun biroz nimasi asta. Lekin Xitoyning boshqa davlatlarga bergan manfaatlari ko'payishga ergishib, uningdagi Xitoyning ta'siri texmi oshidi. Uningdan Amerika shu oxirsida shu yuqorida sanagan turlarning hammasidagi urushlarda ojiz ashlarni yengolmagan vaqtida, ojiz tushgan vaqtida Amerikaning harbiy kuchiga Xitoyning ko'zi yetadigan bo'lgan vaqtida andan keyin Xitoy Tayvanga chiqadi. Tayvanga hujum qiladi. Hozir mundaq bir savol bor. Masalan, ko'p qutblashgan dunyo bir tartibga tushgan vaqtida faqat Xitoy bilan Amerika bilan super power bilan bu yoki bu yerda siz aytganda Dilyarbek bundaq bir narsa o'tirib qo'ygan rayon xarakterlik kuchlar paydo bo'ldi dedingiz. Biz ko'rayotgandek masalan Turk birligimi shakllanyotdi. Yana boshqa birliklarni shakllanishi mumkin. Mushning qatda o'zingizdan taklifni o'tirib qo'ygan bo'lsangiz. Faqat ikki super power paydo bo'lamdi, kuch paydo bo'lamdi yoki yana boshqa qutblashgan shakldagi kuchlar paydo bo'lamdi. Ikkidan ko'p demakchi. Ya'ni biz oldindan shu Trump hukumati qanday ta'sir ko'rsatdi, tezlashtiramdi yoki bo'lmasa buni tadbir qo'llanadi. Oldi bilan biz super power, ya'ni super kuch, darajadan tashqari kuch, bu Xitoycha chauji degan gapni tarjima qilgan gap, bu darajadan tashqari. Biz super deb olaveraylik. Super kuch degan fuqumni bir tushunishimiz kerak. Super kuch degan ikki xil bo'ldi. Birisi yer shariviy super kuch, bu Amerika. Burun Britaniya idi. Britaniyadan Amerika aldı, ama Amerika uni boshqa bir darajaga olib berdi, ya'ni Britaniyaning kuchi bu Amerikadek bunday kuchli emasdi. İkinci xil super kuch rayon xarakterli super kuch deymiz. Ya'ni bir rayonda o'zining ta'sirini ko'rsatadigan super kuch. Shuning uchun hozir agarda Xitoy dunyo yer shariviy xarakterli super kuchmi desa, u emas. Xitoyning uningga jin yetmaydi. Amerikaning butun dunyoning hamma yerda 750 dan ortiq bazasi bor. O'xshash vaqtda masalan dunyoning nerede bir ish bo'lsa, Amerikaning bir avion markasi uchib aeroplan bilan berib bombadan ishkini tashlab kelalaydi dunyoning har qanday yerda. Bunda bir kuchni, bunda bir qobiliyatni dunyo tarixida hech kim ko'rib boqmagan. Bunda ish bo'lib boqmagan. Hech qanday bir davlat dunyoning bir yeriga xohlagan vaqtda bir buyruq bilan berib bomba tashlay olmaydi. Ammo Amerika shunda qudratli hozirgi harbiy kuchi. Xitoy unda bo'la olam deganda Xitoyning chet elda 7-8 tal bazasi bor. Masalan deylik, bugun Afrikaliklar Xitoyga biz sening qarzingni to'lamaymiz, ishingni qilaman desa, Xitoyning aeroplanlari berib bomba etish kerak u yerga. Ammo aeroplanlar qanday boradi? Ya'ni moy qachilam dunyoning o beshiga bora olmaydi. Shuning uchun Afrikada harbiy bazalarni ko'paytiryotdi Xitoy. Shunda birasi gapni anglamay qolsam, men askariy harakat qo'llana olmayman deb. Lekin Xitoyning unda bo'la olishiga texib bor. Xitoyning dunyoviy super kuch bo'lishiga az degan 100 yil va 100 yil. Unda oson ish emas u. Amerika unda oson bo'lgan emas, bu yerga oson kelgan emas. Shuning uchun hozir bundan keyin bo'lgan narsa nima deganda rayon xarakterli kuchlar. Ya'ni hozir bo'lgan ish Amerika dunyoning burunqi super kuchi bo'lsa-mu, qudratli bo'lsa-mu, ammo ojizlatdi. Amerika cho'kishga boshqachini yashayotdi. Masalan, Yamanda bomba etib gapini oltamidi. Hozirgacha Yamanliklar sapmakashni so'rab chiqqan Xusiylar hozirgacha Isroiliyaga u yerga mangan parxutlarni etib o'ynatdi. Buni to'xtatamidi va to'xtatammaydi. Chunki Amerikaning uning qaraydigan vaqti yo'q, energiyasi yo'q, diqqati yo'q. Shuning uchun hozir bo'layotgan narsa dunyoviy yer shariviy super kuch bo'lgan, abay dinimdek dunyo tarixi ko'rib boqmagan darajadagi eng kuchli bir davlat cho'kishni yashayotdi. Bu cho'kayotgandan keyin hamda nima ish bo'ldi deganda bo'shliq yaratdimish. Yamanda yaratgandek boshqa yerlarga yetishmagan yerlarga boshqalar kirdi. Shunga bundan keyin bo'lgan narsa nima deganda dunyoviy bir super kuch bor. Bu super kuch cho'kish jarayonida bo'shliqlar chiqqanda bu yerga rayon xarakterli kuchlar chiqadi. Rayon xarakterli super kuchlar.
agarda bir davlatning o'zining jini yetmasa, rayon xarakterlik ittifoqlarni quradi va rayon bo'yicha ittifoqlar bilan bo'linib ketadi dunyo. Bu hozir siz tilga olgan Türk birligimi shundaq narsa, ya'ni agar Amerika ojizlab ketib, yana shunda ojizlab berib, bu O'rta Osiyoga zaten hozirmi Amerikaning bekchiq bu yerda qila oladigan ish yo'q O'rta Osiyoda. Afg'onistondan chekingandan keyin asosan u yerda ta'sir qolmadi hamda. Endi shunda Amerikaning ta'siri yo'q ya ta'sir ojizlayotgan yerlarga Xitoyning u yerga kirib, ya'ni elishining oldini olish uchun, hatto Afrikada Amerikaning Xitoyning, ya'ni Amerika yaratgan bo'shliqni Xitoy to'ldira olmaydigan yerlarga rayon xarakterli kuchlar u yerni to'ldirishga tirishadi. Shuning uchun bundan keyingi dunyo mening qarashimda Amerika davomli ojizlash qarab ma'noda deb qarayman. Xitoy uning hamma bo'shlig'ini to'ldira olmaydi, Amerikaning o'rnini ola olmaydi, ammo dunyodagi rayon xarakterli kuchlarga o'zining rayonlik ittifoqlarini chiqarib, dunyoda oz deganda 7-8 rayonlik gang deydi ғой inglizcha, har qaysi clan yoki har qaysi top birga harakat qiladigan rayon xarakterlik ittifoqlarni ko'ramiz bundan keyin. Shu Türk birligimi dal shuning birisi. Bunda birliklar Latin Amerikasida qurilishi mumkin, Afrikada qurilishi mumkin. Yevropa ittifoqining yaxshi mang'alisa, Yevropa ittifoqi shu pet qoladi. Agar u yerda o'ngchilik, millatchilik, irqchilik degan narsa kengayib ketib qolsa, Yevropami bir qanchaga bo'linib rayon xarakterli kuch bo'lishi mumkin. Masalan, Shimoliy Yevropa, Markaziy Yevropa, Janubiy Yevropa degandek. Shuning uchun oldimizda dunyoning sistemining cho'kishi va bir Popaykaning sökülüş jarayonini ko'ryapmiz. Bu sökülüşde hammamiz jip bo'lib ketmayli, bir parcha raxotimi qalayli deganlar ittifoqlarni tayyorlayapti, hozir rayon xarakterli ittifoqlarni. Vaqt munosabati bilan shu dunyo tartibini yana program qilib qo'ysak, agar vaqtingiz qatnashsanglar, bundan keyin dunyo tartibiga o'zgarish qanday bo'ldi degan shaklda program o'rlashtirsak, chunki biz buni tayyor qilishimiz kerak Sharq Turkistonda. Buna ait muhim programma, buni yana bir programma qo'yaylik. Unda bo'lsa hozir eng muhim bo'lgan Sharq Turkiston masalasi, Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi. Trump hukumati chiqqandan keyin bu Sharq Turkiston mustaqillik da'vosiga ta'sir qanday bo'ldi? Biz nimalarga tayyorlik qilishimiz kerak? Qaysi ikkilanlar javob bersizlar, lekin mikrofonni beshlik qaysilar sizlar tanlasanglar bo'ldi. Bu muhim, bizga eng muhim bo'lgan bir tema. Ikkilanlarni ko'z qarashini taqimiz bor. Men deyindası. Menki elbette Trump'daki Xitayga qattiq qo'l siyosatchilarni baş vazifaga o'rinlashtirib qildi va Xitoyga markazixonligiga hozir hammamiz o'rtaq sheyga keldik. Ama bu yerda fursatlar yaratilsin, o fursatni tutadigan bir kuch bo'lish kerak-ku. Endi bugungi kunda ochiq bir reallik borki, o reallik nima degan chog'da bugungi Sharq Turkistonliklarning tayyorligi bu narsaga tayyor emas. Ya'ni umumiy jihatdan nima deganda bir burmalangan bir tarix bor. Bu yerda burmalangan bir nima bor. Bütün Sharq Turkiston ko'rishi, mustaqillik ko'rishi bir inson haqlari masalasiga aylantirib qo'yilgan bir ochiq bir reallik bor. Agar biz bu fursatni tutamiz deydi ekanmiz, umumiy bu Sharq Turkiston ko'rishiniki umumiy programmasini o'zgartirishimiz kerak. Ma'rif bolalar tarbiyasidan tortib, maktablarimizdagi o'tilgan darsliklardan tortib, siyosiy harakatlarimizdan tortib, aktivistlik qilgan narsalarımizdan tortib, tashkiliy qurilmamizdan tortib, hamma narsamiz o'zgarib, ya'ni mustaqillik ko'rishnikiga ruhiy, fikriy, iqtisodiy, siyosiy va diplomatik nurg'un jihatlarda bunga tayyor qilmasak, biz bu oldimizda chiqadigan bu fursatlarga tutolmaymiz. Chunki bir 20-30 yildan buyon bu narsa burunlanib ketdik. Va oldimizda shunday fursat kelyapti va biz bunga tayyor emas. Bu bir ochiq reallikchi. Shu mening qisqacha bir jumlaga yig'inchoqlaydiganim, ya'ni umumiy Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishi butun programmasi o'zgarishi kerak. Nijat Bey, mana bir savol bor. Bizning birinchi simbol xarakterli qonun loyihamiz Trump hukumati vaqtida imzolanib bir loyiha aylangan. Bundan keyin Trump hukumati vaqtida Marco Rubio ikkinchi qonun, ya'ni majburiy emgakka qarshi qonunni tunishtirgan. Undan keyin shu bo'yicha mengib Biden hukumati kelganda buni ojizlashtirib o'tkazildi. Endi bundan keyin mush Trump hukumatida boshqarishida yana bizga munosabatli qonun loyihalari chiqish ehtimolligi bormi?
qandaqla qonun loyihalar chiqsa biz uchun foydali, biz qandaq qilishimiz kerak. Bu bizning da'voyimizning bir qismi Amerikaning ichki qiyinlashlarimizning qo'ldan keladigan eng yuqori pallasi mushu deb o'ylayman bizning da'voyimizda. Shuning uchun mush to'g'riliq bir qisqacha o'zingizning fikrini bergan bo'lsanglar. Dilyarlı. Dilyar siz desangiz bo'ldi. Qaysinglar javob bersangiz bo'ldi. Eng muhim nuqta. Men abayqı noktadan başlap biroqla oxirida qarshimni deymiz. Siz oldi bilan men sizdan so'ragan siz menga aytsangiz. Tamam. Bu hazır nurg'unlagan sohalar borchi, masalan, Sharq Turkistonliklarninki masalan, qulluq emgak deymiz, irqiy qirg'inchilik deymiz, yana boshqa nurg'un deymiz, nurg'un sohalarga olishib ketdik. Masalan, yeşil energiya deymiz, shu shamol energiyasi, yeşil energiya deymiz. Bu yerda Sharq Turkistonliklarning ishlatilayotgan bir masala bor. Analikin bu az görüldiğin nadir metallar var. Bunu mesela Xitay bu yani ki en çok bir ham eşya bir bazısı mesela. Çünkü bunun Amerika Xitay oturuşta bu nait bir mühim rol olduğunda orunda turduğun bir narsa bu. Ama bununki tazınışı işlep çıkarış için mu Sharq Turkistonliklarninki işletilayotgan dokladlar çıktı. Ama bunun kanun layihasi olup bu qo'yilgan bir narsa yo'q. Analikin Abay degandek Sharq Turkiston ko'rishlik umumiy programmasi o'zgarish kerak dedik. Buning uchun Sharq Turkistonliklarni besvelangan ulus deydigan bir loyihalar sunilishi kerak masalan. Bu zamin besvelangan bir zamin Sharq Turkistonliklar besvelangan bir ulus deydigan mana qonunlarni sunilish orqali Amerika hükümeti mesela bu kanunlarını özünün menfaati için işletilmesi mümkün ve bunda kanunda Sharq Turkistonliklar için bu menfaatlik bulunuşu mümkün. Yani meselemizni faqatlam ki qulluq emgakini qartmamsak, bunu biraz kengaysak nurg'un sohalarni endi kirgil bo'ldi deb qarayman. Najat Turg'un Bey, unda xusus sizga bir şey qisqa javob bersangiz bo'ldi. Besilmagan zamin degan qonun loyihasini tonishtira olishi mumkin. Ani uni o'tkazaladi do'qmasdan, shu qonun loyihasiga aylanadi. Bu ehtimollik bormi? Bence hükümetin tanışlaması biraz ters buluşu mümkün. Ama senattan bu tanış buluşu mümkün. Çünkü bunların icraiyet gücü yok. Bunların kanun layihası gücü var. Ama bunun mu Amerika'da oturuşki tokunuş ve Amerika'nınki menfaat meselesiyle bağlılık deyip qarayman. Çünkü onu çıkargandikin Amerika mı Xitay mı bunun karşı bazı bir cevaplarını veriş mümkün. Ama hükümetin tanışı bu o devlet kurulmayı durup yagi zaminlar özünün qulu qaytmay turib bu narsada aldırab bo'lmaydi deb qarayman. Ama qonun loyihalash bu senat masalasi, senatda bo'lsin, kongressda bo'lsin, buni o'tib qilish ehtimolligi yo'q emas. Dilyar siz o'zingizni fikringizni bir. Xo'sh, undaq bo'lsa, men Abay Najat Begning degandan boshlab boshqa nuqtadan boshlab qarshimni bildirishga tirishay. Bir gapni bek to'g'ri dedi. Yani Sharq Turkistonliklarning bütün kurash programmasi hammas almış kerak, yenilish kerak. Diqqat qilsak, buningga qarindoshlarimiz chiqayotgan xabarlarga oy berib ayada ko'rishibdi, ma berib ayada ko'rishibdi emas, chiqayotgan xabarlarni yig'inlarning mohiyatiga qarash kerak. Mayli Amerikada olsun, mayli Kanadada olsun, Yevropada olsun, bo'libmi Amerika, Kanada, Ig'ir Uyg'urlarning chiqayotgan, qatnashayotgan yig'inlari, so'zlayotgan yig'inlari diniy erkinlik yig'inlari. Ya'ni bu Amerika va Kanada bizni o'tgan 20 yilning yog'i diniy erkinlik masalasi qilib tutib oldi. Buni demaydigan, yo'shirdigan kasalni yushasak o'lim oshkor deb bu bizni yo'q qo'ydi. Bunda men bersak-chu. Bular ya'ni bizni bunda diniy erkinlik masalasi emas, bizni bir strategik masala qilib tutish kerak. Uning uchun biz strategik masala bo'lish uchun shu strategik masala bo'lgudek bizda jon, quvvat, aql va vizyon bo'lish kerak. Shuningga bizning butun hamma narsani boshdan oyoq o'zgartirish lozim. Da'vo qilyapmiz, ko'rdik-ku da'voning qanday da'voligini. Ammo bu g'arbliklarning qo'lida biz bu diniy erkinlik masalasi bo'lgan bu peshkadan bir chiqishimiz kerak. Bununla ulab bizning munofiqlar qurultayining raisiga bir diniy zot bo'ldi, texmi diniy erkinlik masalasi bo'ladi bu bundan. Ya'ni naqashilqi yisamdak bir qiliqlarimizni yo'qotishimiz kerak-ku. Shuning uchun endi bundan keyingi masala, masalan, qonun masalasi degan vaqtimizda bu hozir Trumpning chiqishi bilan tang Senatnimi, House of Representatives'nimi, ya'ni Tuvan uyinimi, yuqori uyinimi, prezidentliknimi hammasini jumhuriyatchilar oldi.
Bu Amerikadagi Uyg'urlar uchun ya'ni xalqaro vaziyat va Amerikadagi bu jumuriyatchilarning uch kuchning hammani qo'liga ilishi degan bu lotoriya bu oldimizdagi 4 yil hamdi Amerikadagi Uyg'urlar uchun. Endi buni ishtirish kerak, kuchash kerak, lekin hech qanday bo'lmaydigan, bek jiroqlikda bo'ladigan narsalarni hozir kuchilib, vaqt va energiyani isrof qilmaslik kerak. Hozir o'tadigan qonunlarning o'tish ehtimoli bo'lgan narsaning hammani ishtirish lozim hamdi. Onundan keyin shu Sharq Turkistonning besivilingan davlatligi degan masala hozir o'tmay buni kesib berim deyolmayman. Ammo bu 4 yildan keyingi vaziyatda, xalqaro vaziyat nuqtasidan bu o'tish ehtimoli cho'ng. Hozir qanday bilmayman, lekin parlamentga akirmay qarab o'taq olmaydi. O'simi o'tmasimi mushu fursatda buni ishtirish kerak, akirish kerak. Onundan keyin bizning Sharq Turkiston mustaqillik munbiridan chekinib chiqqan tashkilotlarni oldimizda siyosiy sahnaga chiqish kerak. Yana bir ovoz bo'lib, bu Sharq Turkiston masalasini anlatadigan narsa bo'lib chiqish lozim. Bundan yillar burun dedik, oldimizda cho'ng bir fursat keldi. Xitoy bilan nimaning Amerikaning munosabati bag'ansir buzilib ketdi, bizga fursat keldi dedik, shu davrga kiryapmiz. Ammo Xitoylik ish darvozani ichib aytganda Uyg'urlar keldi, voy vatanga qaytish deydigan narsalarga aldinib yurdi bizning millat. Zaten 300 yilning yog'i Xitoyga aldinib yurgan bir millat bu. Ertugün onunmu so'riqi bo'ladi, mag'arbdimi so'riqi bo'ladi, u Xitoyning ichidimi uning bir nimasi bo'ladi. Shuning uchun hammamiz kelgan fursatni yaxshi tonishimiz va bunga tayyorlik qilishimiz lozim. Hozirgi mengishimizda Uyg'urlar mag'lub bo'ladi, hozirgi mengishda. O Amerikaliklar bizni tayyorlab, bizning bir azroq bir biligimizda, kuchimiz, mingimizda bir aqlimiz bo'lmasa, u bizni hech nima qila olmaydi-ku, Amerika nima ish qildi bizga. Shuning uchun biz tez suratda bu bir qanchalik yilimiz qoldi, men davatım 2027 da o'tib ketsa Uyg'urlar 5-toshqa ursimi qutlanmaydi deb qarayman men. Shu yillarning yog'i shunda qarayman. Shunga bir qancha yilimiz qoldi, bu yerda nihoyatda aqlimizni qalbimizga to'plab bu fursatni tutishimiz lozim. Endi hozir shu qonun mushu masalalar bo'lishi mumkin. Lekin mushu hozirgi mushu vaziyatda mushu diniy erkinlik masalasidan besivilingan bir ulus masalasiga o'zgartishga ish bo'lmasa bir genocide masalasiga, masalan hozir Netanyahuning International Criminal Code'da jinoyat ishlar nimasida jinoyat cho'p chiqqini biz Xi Jinpingni mi qilayli deyalamiz. Bu vaqtida Trump Netanyahuning yolg'iz jinoyatchi, Putin ikkisining 2 tane oltin kumush medalni esib yurgan 2 jinoyatchi bo'lishiga Xi Jinpingni mi qo'shib, Netanyahuni biroz yapadigan ağırlığı kelgan tanqidni azrag'in mayoqqa keltiradigan shaklda Xi Jinpingni qo'shishga intilishi mumkin. Buni biz tayyorlab berishimiz kerak hamda International Criminal Code'imizni. Hatto eng muhimi nima Den Haag'dagi Gaaga soti, xalqaro adolat soti. Amerika xohlasa bir davlatga Xitoyni arz qo'yiblar, hozir sot ocha oladi u yerda. Shuning uchun bizning qila oladigan narsalarimiz mushu bo'lib, Netanyahu maqalpaqni kiygandan keyin endi Xi Jinpingmi bunga qo'shishga Trumpmi biroz mayllilik bo'lishi mumkin. Andiki yana bir narsa, men burun Trump tushishdan burun ma YPG'larda qarindoshlar degan Trump tushib ketishga oz qolganda bu masalani bizning masalamizda qirg'inchilik deb qo'yib tushib ketdi. Biden chiqqandan keyin bu Uyg'ur qirg'inchilik degan gapni yo'qotishga tirishdi degandim. Trump tushishdan 9 oymi 10 oy burun. Naq deganim chiqdi. Trump chiqishdan burun Pompeo bu bir qirg'inchilik deb qo'yib chiqib ketdi. Biden bu Uyg'ur qirg'inchiligi degan gapni yo'qotdi dunyoda asos jihatdan. Shunga biz bu qirg'inchilik degan gapni qaytadan yana chiqishimiz kerak. Genocide degan gapni. Hamda bu Palestindagi narsaning genocide bizningki o'rinni egallab ketdi. Bundan keyin oldu. Ammo bu ishlarni qilgan vaqtimizda bir narsaga diqqat qilish kerak. Bizning insonlarimizning, bizning xalqimizning qirilishi, azob ko'rishi, qirg'inchilikqa uchirishi dunyoning yana bir yeridagi qirg'inchilik qilayotganlarning jinoyatini oqlash uchun qalqon bo'lmaslik kerak. Bunda qilsak bizning xalqimiz zoya ketadi, bizning qoldirimiz. Shunga bunga diqqat qilish kerak. Uningdagi shu Falastin Isroiliya masalasida hech nimani bilmayli og'zi chiqib tilda so'zlaydigan bir ishbek eg'ir. Bir narsa unutmayli. Bu xalq zaten so'zlaydi-ku, amal yo'q-ku bizga. Satrashqanda anglab olgan gaplarini so'zlab yuraverdi-ku, to'pladi. Ammo tashkilotlar tarixning xato tarafida turib qolmaslik kerak boshqalarning masalalarida.
Başkalarının meselelerde çünkü ertügün bu bugün bu arkadaşlar tarih oludu. Ertügün bizden kayada tuğunumuz Manımen dep çıkıyordu. Mesela Yahudilarni Gırmallar qirg'in qilg'oqtida Gırmallarni indi tuğan nurg'un adam var. Gırmallarni indi tuğan devletler var. Arap devletleri de mi var? Hatta bugün şu Araplarning Falastinliklarning ölüşünü Arap devletlerinin Hitlerning indi tuğanlığı üçün bugungilar o'lsin bo'pti deydigan bir fikir var Arapda. Şunun üçün bundaq meselelerde başkalarının meselelerde tarixte to'g'ri taraf tuturdigan taraf tutursak bizning işimiz asallaydı ameliyatda. Şunun üçün dikkat qilishimiz kerak, nəhayət sezgir turishimiz kerak, fursat kelyapti. Ma hozir qonunlarni chiqardigan shu nim qildigan Amerika degan hozir bir o'tqashdek bir fursat biz uchun. Aldığımızki 4 yılda bunu nəhayət çın tutuş kerak. Ondan keyin Abay Nicat Bey degandek bütün kurashning hamminimisiga baştan ayak qarab chiqib pek çoğun bir ıslat qilmasak biz mağlup bo'lamiz. Eng muhimi Undaq bo'lsa men 5 narsa yig'incha qildimi? Xo'sh. Programmamizni o'zgartirishimiz kerak, siz isloh qilish dedingiz. Undan keyin irqiy qirg'inchilikqa qaytib kelish, ya'ni buni yana nurg'un texnik davlatlarda e'tirof qilish qilmash. Yaxshi fursat keldi dedingiz. Undan keyin bizning masalamizni bir diniy huquq masalasi emas, bir boshqa masala emas, Amerikaning bir stratejisi kirgizishimiz kerak dedingiz. Mana ma üçüncüsü strateji kirgizish deganni biz hozirgacha qilib boqmadik, ham qilmadik. Ama hozir bu Trump hukumati chiqqandan keyin bizga bir yaxshi fursat dedingiz, mushuni kuchash kerak dedingiz. Undan keyin legislation, ya'ni qonun chiqarish. Bo'lsin nurg'unlagan kuchli qonunlarni chiqarish. Chunki ikkala kabinetni Avam Kengash palatasi va Avam palatasini hozir ikkilisini Cumhuriyetçiler Partiyasi oldi. Biz uchun cho'ng bir fursat dedingiz. Unki ICC, International Criminal Court jinoiy ishlar nimasiga yana qaytadan Xi Jinpingni sunish va o'sha irqiy qirg'inchilikqa munosabatli rahbarlarni sunish dedingiz, Xitoy tarafniki. Mush 5 ishda yaxshi bir chiqqan o'rtaq bir ko'z qarshi bo'ldi, ham fikr bo'ldi. Bir narsa qolib qoldi deydilar. Bir narsa qolib qoldi, men vaqt masalasida shuni so'rayman. Endi Amerikaning super powerdan cho'kishi bilan rayon xarakterli kuchlar chiqdi. Undaq bo'lsa biz faqat Amerika taraf hozir necha vaqtdan beri Amerika bizning atanmış kişilik hukuk davası bulan kaç davası olsun kontrol kılığılık bir grup kişiler. Ama şu Amerika taraf bizden davayımızı yiteklap yanıvatıdık görünüşte. Hem de biz bunun da ikinci Şarkı Türkistan müstakillik görüşüde bir Amerika'ya yönlük kılış gerek mi? Şu Trump hükümeti çıkkandan keyin biz bu fırsatdan paylanıp yana başka yeni yollarına yetişimiz gerek mi? Başka devletler bilen bu münasebetimiz qanday bo'lishi kerak? Şu to'g'ri bir qisqa javob bersanlar. Biz programımızı ahlaştırırız. Bunu ben bir şeyde gap qildigan bo'lib qoldim. Hozir deganingizda axir ICC emas, bizningki çünkü Xitoy ICC'ga imzo qo'ymagan. Xalqaro jinoiy ishlar nimasiga imzo qo'ymagan, shuni Xitoyni International Criminal Court imzo qo'ymagan, shundaqmi? Imzo qo'ymagan Xitoyni sotlay olmaydi ular. Unda biz necha vaqtdan beri namoyishda ICC deb yurganimizdan hammasi bu quruq namoyish bo'ldimi? Mandaq ICC Sanlamak kelganda bir kechiringlar. Mandaq gap. Dünyada iki tane sot var. Birincisi BDT'nin, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın adalet sotu var. Bu sotka xalq arz qılanmaydı, bir devlet arz qilish kerak. Bu BDT'ye a'zo devletlerinin hemmisine sotlayalaydı. İkincisi ICC, bu Avrupa'nın asas qilgan xalqaro jinoiy ishlar soti. Bu adalet sotu o'zining ishini yetarli qilanmadi. Shuning uchun biz ayrim sot qurimizda qurgan sot. Bu sotni itiraf qilgan ve bu kelishimga imzo qo'ygan devletlarni sotlayalaydi. Bununla Amerika imzo qo'ymagan, İsrailiya imzo qo'ymagan, nima imzo qo'ymagan, Xitoymi? Shuning uchun bularning hech qaysini sotlayolmaydi. Mesela ICC'ning George Bush to'g'riliq soti var. George Bushni sotlaymiz deb. Ama Amerika bu sotni itiraf qilmaydi. Ammo İsrailiyaning bu sotga imzo qo'ymagan, nima uchun İsrailiyani sotlayotdi deganda Falastin imzo qo'ygan buningga. Falastin ICC'nin nimasiga imzo qo'ygan a'zo davlat bo'lg'ashqa, bu jinoyat Falastin tuprog'ida bo'layotg'ashqa, Falastinning da'vosi shaklida bu jinoyatchini sotlayotdi Netanyaxuni. Ammo İsrailiyada bo'lgan bo'lsa bu ish sotlayolmaydi. Endi Xitoyni ichilgan da'vo nima deganda burun ICC deb. Xitoyning Afg'onistondagi Uyg'urlarni qaytarib ketish to'g'riliq sot ichyotdi. Yani şu sürgündeki hükümet deyilgenlerinin qilgan nimasi Afg'onistondagi jinoyat uchun
Afganistandagi manchik Uyg'urlarni akatdi, manchik Uyg'urni bostudi deb u ichilgan sud bu. Chunki Afg'oniston uning imzo qo'ygan davlat ICCga. Shuning uchun u Xitoyni sotlab ICCda bu jinoyatchi deydigan sud yo'q, unday ish yo'q. Uni qig'ilolmaydi chunki Xitoy uning imzo qo'ymagan. Ammo mening deganim ICCga arz qilish emas. Mening deganim nimaga? Xalqaro adolat sotiga. BDT'nin sotiga bu yerda bir davlat, masalan, hozir Isroiliyaning Netanyahu Falastinda qilg'ashqa Netanyahuning ICCdan tutish buyrug'i chiqdi. Xalqaro adolat sotida Janubiy Afrika arz qildi ularni. U yerda bu davoni ko'rib chiqyotdi. Shu Netanyahuning ishi 2 yil sotdan chataq, ya'ni 2 yil yerda sot var Netanyahu to'g'risida. Ammo biz to'g'riliq sot yo'q. Ya'ni hozir endi ikkinchi savolingizga o'tsak, bu mush Amerikaninki nimasiga qarab qolamdiq, boshqa davlatlarga ergashamdiq degan bu nihoyatda yaxshi savol. Masalan, qaramush ICC Gaaga mushu sot qil qaraylar. Masalan, Amerika bizni qo'llagan inson haqlari u bu degan bir to'qay gaplarda samimiy bo'lsa, Gaaga sotida, xalqaro adolat sotida, Palau degan bizning yenimizda bir orol bor, 20 ming noposi bor. Shu Palauga sen Xitoyning ustida arz qil, men bu sot ichib qo'yaylik desa qila oladi. Ammo Amerika qilmadi. Bizni inson haqlari u bu deb qo'llashi Trumpning birinchi qarori bo'lsin yo Biden bo'lsin, bu hammasi so'sk silishdan boshqa narsa emas. Uyg'urlarning qo'llagan ish yo'q. Agar qo'llasa birinchi narsa BDT'ning adolat sotida nimani arz qila oladi. Xitoyni bir kichik davlatga arz qo'yib qo'yadi, da'vo ichib qo'yadi edi. Ammo buni qilmadi. Shu meni aytganim mush adolat sotida da'vo ochqizish uchun lobbichilik qilishimiz kerak Xitoyga qarshi. Ammo ICCda xalqaro jinoiy ishlar sudida shu Afg'onistonda yoki Xitoy shu imzo qo'ygan 124 davlatning birisida jinoyat o'tkazsa, shu yerni bog'lab ashinchilik sud ochalaymiz. O Netanyahunikidek sud ocholmaymiz. Shuning uchun bu gap. Hamda Amerikaga tayinib qolamdiq deganda, hozir deganimdek, mayli Gaaga sudida bo'lsin, xalqaro adolat sudida bizni hech qanday ish qilmadi Amerika. İkincisi abay deyimdek dini erkinlik meselesi kılıp Kanada'daki Mehmet bilen ayadaki yani bizim Mehmet'ini yetilep dini erkinlik de jürüydü Ömer Kanat Malaysa'ya verip. Bunun hemmesi yani bu Şarkı Türkistan meselesiyle alakası yok işler bu. Bizim işimiz bir dini erkinlik meselesi emez. Bizim işimiz toprak meselesi. Bir sılvaylanan bir topraktaki bir ulusunun yoktuluş meselesi bu. Şuna Amerika'nın hazırgıç kelgen nersisi bu. Bizne ekegen. Şuna Amerikaga biz kirib vang gapni qilishimiz lozim. Qilolmasak bu narsa mushta keti burdi. Endi Amerikadan boshqa davlatlarga deganda albatta biz 70-80 yilning oldida bizning ko'nglimizga va jo'grafiyamizga eng yaqin bo'lgan do'stimiz Moskva bilan bo'lgan munosabatimizni buzmoqchi bo'lganlar bizga ziyonkashlik qilmoqchi degan suyumlik do'ppilik doining gapi bilan yuragimizdan Moskvaga yiqib olganligimiz uchun mag'lub bo'ldik. Bu qitimmi yana muqaddas Oqsaroyga nima qilib, yana muqaddas Oqsaroyga bag'rimizni, yuragimizni yiqib olsak, yana mag'lub bo'lamiz. Shuning uchun bizda hamma davlat bilan o'ynash, hamma davlat bilan teng paslashish. Ya'ni bu deganlik Amerikaga dushman bo'lamiz deganlik emas. Amerika o'zining manfaati uchun yer kelganda bizni indigenous people qilib qalqon qilib ishlatgan bo'lsa, bizmi o'zimizning manfaati uchun yo'q deydigan yerda yo'q deyishni bilishimiz lozim. Buningga qo'la Amerikaliklar bizga o'shib qolmaydi, ha, mallarda bir azroq siyosiy ong va milliy g'urur paydo bo'libdi deydi shu. Undan keyin boshqa davlatlar va Xitoyga yaqin, ularga yaqinlashishimiz va bizning o'rtasida o'ynashni bilishimiz kerak. Endi bizning hozir gaplarni chiqarsam kulib ketdinglar-da, men bir kulgishning oxirini chiqarib o'tay. Bu bizdichu Allohim ya Rabbim bu bizning yetaklab mangan odamlar qandoq odamlar bu yo akademik emas, tarixchi emas, siyosatchi emas, hammasi nima emasda degan narsa. Eng bo'libmi men tarixchilarning shu nimalarning yosh akademiklarning yurigi va qo'rqmaydigan akademiklarning chiqishini orzu qilaman. Bo'lmasa jinim akademiklar, jinim qarindoshlarim, jinim tarixchi qarindoshlarim qaranglar. Bizning tarixchi deb yurgan adamimizning o'zining terimi bilan degan gapini men o'zining jumlasi bilan deb beray. Buni burun to'pla degandim, ekrandimi deb beray. Bizning tarixchimizning avval ma'vo qarindoshlar. Ya'ni o'zining terimi bilan deb beray. Suyumlik do'ppilik doining dushmanlari bo'lgan Gomindan Xitoylarni
tishidan tirniqigacha qurollantirib, suyumlik do'ppilik doiramizning askarlari bilan urushdiganlar kimlardi? Muqaddas Aqsaroy. Yani o'zida terimi bilan. Bu akademiya, bu aql ambiri bilan biz nega boramiz? Shunga biz hozirdan boshlab o'ngshilishimiz kerak. O'ngshalmasak yo'qib ketamiz. Fursatlar degan to'shqan o sakrab ketaverdi tutib olmasa. O'tib ketaversa bu qitim biroq yo'qilib Abduxoliq Uyg'urning degandek, hamda senda mal yo'q, kessi jon ketar degandek, bu qitim biroqla yo'qilimiz tugaymiz. Shunga Abay Nijatbek degandek, agar islohotni butunlay hamma programmani o'zgartimiz desak, yosh akademiklar maydonga chiqinglar. Men hozir akademik atalganlar barbodga ya'ni. Sizning qo'shadigan qo'shimcha takliflaringiz bormi? Shu ilgari yaxshi tushuntirdik buni ijrochilik qilsak bir nuqta borchu, bu ilaqi inglizlarning bir so'zi bor, ilaqi hamma bir mekanning tuxumini birlashib ketmoqmaslik deb. Hem bütün ilaqi xalqaro munosabatim deydi, ilaqi hiçbir davlatga o'zining xavfsizlik nimasini boshqa davlatga bütün topshirib qo'yilmaydi-ku. Agar Sharq Turkiston ulusining Sharq Turkistonning manfaatini o'ylaydigan ishimiz bo'lsa, biz hech qachon o'zimizning manfaatini bir davlatga, bütün taqdirimizni bir davlatga qo'ymasligimiz kerak va Xitoy bilan nima bo'lgan bu atrofda nurg'un mundaq xaritani ichib qarasak, Xitoyning zamin masalasi bo'lmaydigan bir chegara davlatlar yo'qchu. Bu yerdagi hamma narsa oldimizgi yillarda Xitoyning kuchayishiga ergishib, bizga texnik ko'p fursatlarni tug'dirdi. Buni endi o'ylash kerakchu. Bu yerda nalar bilan qanday harakat qilishimiz. Rahmat. Dilyarbek, Nijatbek, bugungi suhbatimizga oid o'ngishli bo'ldi. Biz uzrab ketib qoldik. Chunki ishqinlarni tang ziyorat qilganim uchun bir savolga ishqinlardan javob berganlar uchun uzrab ketib qoldik. Shunday bo'lsa-mu, rahmat sizlarga qimmatli vaqtingizni chiqarib bu ziyoratimizga qatnashganlardan ko'p rahmat. Ko'rganlarga rahmat. Bu ziyoratimizni chegacha atrofda. Ko'p rahmat. Manas daryosi bo'yidagi taslimchilikdan emas, Talas daryosi bo'yidagi shijoatdan ilhom olaylik. Ko'rishgacha omon bo'linglar.